Mana yana navbatdagi toshkentlik klientlarimizni zakazlarini tayyorlab oldik. Bu orqa taraf shunaqa kadifensiyadan bo'ladi. Bu oldi taraflari. Qo'voqlari doimgidek 8 qator qavilgan. Mana. Ikkita anjir bolish, ikkita lo'la bolish, anjir bolishning orqasi ham shunaqa однотонныйdan bo'lgan. Mana bu paxtalari. Mana shunaqa juda ham ko'pchilik savol beryapti, paxtalaring ishonchlimi deb. Hamma yakandozlarga shunaqangi oppoq birinchi sort paxta ishlatamiz. Bemalol mana ishonch uchun zamochkalar qo'yib qo'yamiz. Tekshirib olsalaring bo'ladi. Mana ko'zlar. O'zlaring ko'rib bitta baho berasizlar. Qo'voqlarni qaranglar, shunday bilinib turibdi 8 qatorligi. Yostiqlarning ichlari ham oppoq. Paxtali matodan tayyorlab berdik. Paxtasi bilan sintifoni bor ichida. Juda ham chiroyli bo'ldi. Mana qizlar, ichki yostiqlari paxta, o'rtasi sintifon, ikki chekkasi paxta, materiali paxtali HB material. Juda ham chiroyli sarpa bo'ldi. Mana shu turishi 8 ta yakandoz, 8 ta kvadrat yostiq, 2 ta yumaloq, 2 ta uzunchoq bolishlari 9 million so'mga tayyor bo'ldi qizlar.